Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun biz shu rasmdagi naborimizni yasaymiz. Bizga kerakli bo'ladigan narsalarni hozir bitalab tanishtirib chiqaman. Bunaqa kapalaklar kerak bo'ladi. Keyin mana bunaqa turi ham bo'ladi. Kapalaklarni har xil bo'lishi mumkin. Mana bunaqasi bo'ladi. Bunaqasi bo'ladi. Keyin esa bunaqa qizil tosh qo'yamiz. Sariq, oq edi. Rasmlardagi ko'rganlaringiz bunaqa qizil tosh qo'yamiz. Qizil metrli tosh. Sepochkasi uchun mana bunaqa zamok. Keyin esa ziragi uchun mana bunaqa ilgak bir juft va bu uzukchamiz uchun. Keyin brasletimiz uchun braslet asosidan yo'q edi. Shu uchun brasletni yasab olmaymiz. Demak, ishimizda avvalin mana bunaqa zanjir ham kerak. Asosan mana bunaqa metalli klaydan foydalaniladi. Mana bunaqa temirlarga toshlarni yopishtirish uchun. Bular temir, bu temir kley. Demak, bunaqa tagiga qog'ozni listni qo'yib olish kerak, chunki bu metal kley. Hop, birinchi ishimizni mana bu kapalaklarimizga toshlarni yopishtirib olishdan boshlaymiz. Mana kapalak ko'rdingiz-a? Biz hozir kleyni buni atrofidan bunday qo'yib chiqamiz. Shu shaklda hozir qo'yib oldik. Hamma joyiga qo'yib olish kerak. Bitta tarafini qo'yib ko'rsatmoqchiman sizga avval. Demak, taxminan bu tarafiga nechta ketadi? Ko'rishimiz kerak avval. Mana bunday qilib olganimizda, demak, mana shuncha yetadi ekan. Endi hozir buni biz qaychi bilan kesib olamiz. Mana, demak, yopishtiramiz keyin. Bu kley juda ham sekin qotish xususiyatiga ega. Mana. Juda ham sekin qotadi. Shuning uchun avval surtib qo'yib, birozdan keyin qotirsalaringiz ham bo'ladi buni. Yana mana shuncha kerak ekan taxminan. Qotishi uchun ham biroz shamolliroq havoda qolishi kerak, yaxshi qotadi o'shanda. Men ko'pincha bir kecha kunduz bir kecha kechqurun derazani ochib qo'yib qo'yaman hozir yozgi kunda, qishki kunda esa o'zi tez qotadi. Mana. Ko'ryapsizmi? Mana shunaqa toshchani metr toshni aylantirib qo'yiladi. Hozir endi bu yog'iga ham taxminan hop buni olamiz. Bu tarafiga esa 3 dan shuncha yetadi. Bu tarafiga. Mana ko'rdingiz, hozir sizga nima deydi, tushunarli bo'lishi uchun birdan mana yarimta kapalak qilib ko'rsatdim. Endi qarang, buni orasiga ham biz tosh qo'yamiz, qizlar. Bitta tekkizamiz va yana bitta tekkizamizda, ana shu oralariga ham hozir tosh qo'yamiz. Bu toshlarimiz mana bunaqa qovuncha deyiladi. Uzunchoq toshchalar, qovuncha tosh qo'yiladi mana. Bitta. Keyin bu tarafiga ham yana bitta. Joylashtirish kerak buni. Mana. Mana, ko'rdingizmi? Shunaqa qilib, sal pastroqqa tushirsak, mos tushadi ekan. Mana, ko'rdingiz-a? Mana shunaqa qilib, bu tarafini ham bezab olinadi. Bu xohlasak buni ziragiga qo'shishimiz mumkin. Nimaga? Chunki menda bitta boshqacha kapalakcha bor. Xo'p, 3 dona boshqacha kapalak bor. Demak, buni hozir men ziragiga ishlataman. Bunisida esa sizga sepochkani yasab ko'rsataman. Aslida naborimizda braslet bor edi, lekin bizda braslet asosi yo'q. Bunda esa biz uzukchani yasaymiz. Mana bunday qilib qo'lga turadigan komplekt uzugini yasab olamiz.
Hozir endi mana bu kapalakchalarni xuddi mana shu mam tarafini qanday qildim, bu yog'ini ham xuddi shu shaklda qilib chiqaman. Bu yog'ini videoga olayotmayman, sababi megabayt juda ham katta bo'lib ketishi mumkin. Xuddi shu vazifa. Keyin davom ettiramiz keyin. Qarang, mana bu uzuk yasamoqchi bo'lgan kapalakchamizni hozir qarang nima qilamiz. Bu ikki xil qavatga ajraladi mana shunaqa. Bizga bu kattalik qiladi ekan, o'shaning uchun buni hozir kichraytirmoqchiman. Mana qarang, mana bu yerlaridagi qavatini asta kesib tashlayman qaychi bilan. Materialga ishlatadigan qaychi bilan mana bunaqa temir shunaqa narsa simlarni kesadigan qaychini ikkita qilib qo'yish kerak qizlar. Chunki nimaga? Materialni keyin material qaychisini ishlatsangiz, keyin materialni kesmay qo'yadi. Temirlar uchun alohida qilgan yaxshi. Keyin mana bunaqa narsa ham bor. 3tasi bittada deyiladi. Mana bu amir nima deydi? Tishlovch deydi biz tarafda. Buraydi. Burashga ishlatiladi. Buni ham hali o'rganamiz. Keyin mana bunaqa ichida qaychisi bor, kesadi. Lekin buni mana materialni tiqib bo'lmaydi. Nimani? Temirni ichkarida tiqib bo'lmaydi. Shuning uchun bo'lmaydi. Buni simlarni kesishda ishlatsa bo'ladi. Keyin mana ichidagi qisish uchun ishlatiladi kichkina narsa ichasi. Mana bu ham bo'ladi, lekin mana bunaqa temirlar kichkina qilib kesib, ustiga kley surtib oldik. Endi esa biz unga mana bunaqa toshchalarni joylashtirib chiqamiz. Nimaga? Chunki menga mana shunaqa rangli uzuk kerak edi. Hozir mana shu rangli toshlarni joylashtiramiz. Bular mana qizlar, shunaqa qilib bezab oldim. Qarang qanday chiroyli bo'ldi, lekin buni biroz qotirish kerak. Hali yaxshi qotmagan, mana qimirlab ketaveradi. Biroz salqin havoda, shunday ochiq havoda tursa o'zi qotib qoladi. Keyin ishni davom ettiramiz. Ziraklarimiz, zirak uchun yasaganlarimiz esa deyarli qotib bo'ldi. Endi biz buni orasidan mana bunaqa ilgaklarni o'tkazamiz. Qarang. Demak, ilgakni o'tkazish uchun ilgagimizni pastki qismini nima bilan, tishlovch deydi, shu bilan ochamiz. Mana, ochildi, ko'rdingizmi? Va endi buni mana bunday qilib o'tkazamiz. Qiyshiqroq qilib taqishni xohlasak. Yo'q, shunday tikka taqishni xohlayman desangiz, mana orasida ham teshigimiz bor. Mana shu yerdan o'tkaziladi. Tushundingizmi? U hammani o'zini xohishiga bog'liq, qanaqa qilib taqishi. Bunday qilib, keyin qattiq qisib qo'yamiz, bo'ldi. Mana, tayyor. Ko'rdingizmi? Ikkinchisini ham yasab olamiz. Mana bizdagi ikkita ziragimiz tayyor. Endi sepochkasini yasaymiz. Sepochka. Endi bizga mana bunaqa kalsocha kerak bo'ladi. Mana. Ulash uchun sepochkaga keyin mana bunaqa zamok kerak bo'ladi. Buni ko'rgansizlar. Hozir endi sepochkamizni yasab olamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan o'lchamda olamiz bo'ynimiz uchun. Mana shunchani olib, qaychida kesib. Endi esa xo'p, pastki qismidan o'rtasini belgilab olamiz. Mana o'rtasini belgiladik va o'sha yerdan hozir biz kapalagimizni nimasini o'tkazib olamiz. Ko'rdingizmi? Kalsonni o'tkazdik va kapalagimizni ham o'tkazamiz o'rtasidan. Mana. Vechirlarga chiroyli qilib taqsa, bu juda ham chiroyli ketadi to'ylarga, bazmlarga. Mana. Ko'rdingizmi? Endi tepa qismiga nimani joylaymiz. Yana kalsocha kerak bizga. Zamokni joylash uchun ham. Teshigidan o'tkazamiz hozir. Mana, teshigidan o'tkazib, keyin zamokni ham o'tkazdik, ko'rdingizmi? Va bu kalsonni yopib qo'yamiz. Bunday qilsa yopiladi o'zi. Qisib qo'yish kerak yaxshilab, chiqib ketib qolmasligi uchun. Mana. Endi esa keyingi qiladigan ishimiz kalsonni narigi qismidan nimani, sepochkaning narigi tarafidan ham
zamok o'tadigan qism o'tkazish kerak. E'tibor bering, buni kolsosi nisbatan kattaroq bo'ladi, chunki zamokda kirib chiqishi uchun удобный bo'lishi kerak. Mana, ko'rdingizmi? Bo'ldi. Shunaqa qilib o'tkaziladi. Tayyor. Ko'rdingizmi? Bu tayyor. Hozir ziragi ham tayyor bo'ldi. Keyingi ishimiz mana bu uzukchamizga kapalagimizni kapalakli asosda yopishtirib olish. Qarang, bunga ham hozir bu metallli kley qo'yiladi yaxshilab. Mana qo'yilgandan keyin mana bu kapalakli asosimizga mana qilib yopishtirish kerak. Bu biroz ancharoq ko'proq vaqt oladi, sababi qotish qiyin bo'ladi. Mana buni chappacha holatda, qarang, chappacha holatida bunday qilib qo'yib qo'yish kerak, chunki yaxshi qotadi shunday qilsa. Mana qizlar, ko'rishingiz mumkin, ikkita ziragimiz, sipachkamiz уже tayyor bo'ldi. Lekin bizda brasletda asosi yo'q, tagiga qo'yiladigan narsasi yo'qligi uchun brasletni sizga ko'rsatib bera olmayman. Brasletda xuddi mana shunaqa kapalakcha bo'ladi, faqat keyin pastida brasletda asosi bo'ladi, o'shani yopishtiriladi. Shunaqa mana bu uzukchasiga o'xshaydi. Mana uzugi ham deyarli tayyor bo'lgan. Uzukchaga o'xshaydi. Faqat tagiga uzuk asosi emas, braslet asosi qo'yiladi, xolos. Uzugimiz ham, qolgan naborlarimiz ham tayyor bo'ldi, qizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. O'rganib oldinglar degan umiddaman.